Vobshe ko'p ayollar miyoma. Даже bitta ayol menga telefon qilib yig'lab, menda miyoma aniqlandi. Endi nima qilaman men? Vobshe qo'rqib, stress, yig'lab, 3 ta bolamni kimga tashlab ketaman degan savollar ham bo'ladi. Assalomu alaykum, Tuline klinikamizda aziz kuzatuvchilari. Men akusher-ginekolog, reproduktolog, Tuline klinikasining o'ziz shifokori Mahfuza Muhsinovna bo'laman. Miyoma xavfli yoki xavfsizligini bugun sizlar bilan gaplashamiz. Miyoma bu bachadon musha qavatidan hosil bo'ladigan xavfsiz o'simta. Ya'ni u bachadonda ichki qavatida, o'rta qavatida yoki tashqi qavatida hosil bo'lishi mumkin. U hech qachon xavfli o'simtaga, ya'ni rakka aylanmaydi. Miyomani hosil bo'lishida turli xil genezlar bor, ya'ni irsiy moyillik, semizlik, gormonal o'zgarishlar, noto'g'ri ovqatlanishlar sabab bo'lishi mumkin. Va oxirgi tadqiqotlar natijasiga ko'ra, aynan sizni o't qopingizdagi dimlanishlar ham sizdagi gormonal muvozanatni buzilishiga olib keladi. Va shu sababli ayollarda miyoma holatlari kelib chiqishi mumkin. Miyoma bu xavfsiz. Ya'ni sizni hayotingizga xavf tug'dirib qo'ymaydi. U rakka aylanib, o'limga olib keladigan o'simta emas. Qachonki xavfli bo'ladi, miyoma agar kattalashsa, kattalashgan sari miyoma siydik qopi, ya'ni bilamizki, bachadonning oldingi devorida siydik qopi, orqa devorda to'g'richa joylashgan. Miyoma agar kattalashsa, shu organlarda siqish hisobiga sizning hayotingizga xavf tug'dirishi mumkin. Bu degani siydik ajratishda muammolar, to'g'ri ichakdan axlat kelishi, ya'ni ajralishda muammolar kuzatilishi mumkin. Va keyingisi miyoma sizga zarar keltiradigan tarafi bu hayizdagi o'zgarishlar. Ya'ni kuchli qon ketish, miyoma oyoqchasi buralib qolsa, qo'q sohasidagi og'riqlar kuzatiladi. Miyomani qanday aniqlaymiz? Miyoma UZI va MRT orqali aniqlanadi. Sizga zararsiz usul ginekolog qabuliga 1 yilda 1 marta borib, 1 yilda 1 marta UZI orqali ko'rikdan o'tganingiz ma'qul. Va UZI ham vaginal UZI bo'lgani yana ham yaxshiroq. Va miyomani joylashgan joyiga qarab turib, sizda xavflimi? Bu sizga xavf tug'diradimi, ya'ni hayzga aloqasi bo'ladimi ko'p ketishga yoki aloqador emasmi? Shuni aniqlashimiz mumkin. Aynan bizning klinikamizda siz aziz ayollarimiz uchun vaginal UZI orqali miyomani qanday holatda joylashgani va u qanday turliligini aniqlab, to'g'ri tashxis qo'yib, sizning muammongizni hal qilishimiz mumkin. Va yana bir o'rinda miyoma tug'magan ayollarda ham kuzatilishi mumkin. Yaqin kunlarda menga bir ayol telefon qilishib, menda miyoma bor, lekin men hali yangi kelinchakman, tug'magan ayolman. Farzandli bo'la olamanmi deb savol berishdi. Albatta farzandli bo'ladi. Bizda natijalarimiz ichida miyoma plus homiladorlik juda ham ko'p kuzatilgan va biz bunga sababchi bo'lib kelmoqdamiz. Agar sizda savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va bizni telefon raqamlarimiz keyingi videolarimizda aynan shu savollarga javob beramiz.